Qanaqa burun formalarida biz ko'proq operatsiyalar o'tkazamiz? Birinchisi bu garbinkali burun formasi. Bunaqa bemorlarda garbinka balandligi hisobiga biroz yuzda jiddiylik, yoshni katta ko'rsatish ko'zga tashlanadi. Shuni hisobiga bemorlar garbinkani olinishini, burun formasini biroz ixchamlashtirishni, ya'ni yuziga mos bo'lgan, garmonichli bo'lgan burun formasini xohlashadi. Ikkinchi burun formasi bu kartoshkaga o'xshash deydi. Burun uchini kattaligi, ya'ni qanotlarning kengligi. Bunaqa holatlarda yuzga qaraganda birinchi bo'lib turib, burun uchi va qanotlar sohasini ko'zga tashlanishi ularni bezovta qiladi. Bemorlar so'rashadi, ixcham konturli uchli burun formasi. Keyingi burun bu qiyshiq burun formasi, ya'ni asosan travmalardan keyin yuzaga keladi. Qiyshiqlik, ya'ni asimetriya ko'zga tashlanadi. Bunaqa holatlarda o'sha qiyshiqlikni to'g'rilab, deformatsiyani bartaraf qilib, bemorimizning yuzlariga mos burun formasi qilinadi, funksiya tiklanadi. Va to'rtinchi burun formasi bu ham ko'p uchraydi. Uzun, o'sha kulganda mimika qilganda burun uchini oldinga tushishi ko'proq bezovta qiladi. Bunaqa burun formasiga ega bo'lgan bemorlar ko'proq charchaganga o'xshab ko'rinadi. Yuzlariga mos ixcham ko'rinishda qilinadi. Burun uchi qolgan chastlarga proporsional qilib o'zgartiriladi. Nafas funksiyasi tiklanadi albatta.